Salom salom, meni matematikalarım salomatmisiz? Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Demak, 2-sinf uyga vazifalarni boshlaymiz. Matematikaning 3-qismi. Xo'p, 17-bet, 9 hamda 10-misollar ustida bosh qotiramiz. Demak, o'rtaga uyga vazifa deb yozib olamiz. 19-bet, buni men yozaman. 9 hamda 10-misollar. Demak, 9-misolda bo'yi 8, eni esa 4 cm bo'lgan to'g'ri to'rtburchak yasang deyapti. Mana shu to'g'ri to'rtburchakni eni bilan bir xil bo'lgan, bo'yini ham eni bilan bir xil bo'lgan, ya'ni 4 cm bo'lgan kvadrat chizib oling deyapti. Demak, mana 4lik kvadrat chizib oldik va natijada mana shu to'g'ri to'rtburchak, katta to'g'ri to'rtburchak hamda kvadrat yuzalari o'rtasidagi farqni toping degan savol bo'lyapti. Demak, S to'g'ri to'rtburchak teng 8 hamda 4 dan iborat, to'g'rimi? Ya'ni A va B ni ko'paytmasiga teng. To'g'ri to'rtburchakni eni va bo'yini ko'paytmasak, uning yuzasini keltirib chiqaradi. 8 kira 4 32, demak, santimetr kvadrat. Xo'p, endi mana bu joyda bizni demak kvadrat hosil qilganmiz. S kvadratni topish uchun hamma tomoni teng 4 ga, ya'ni 4 ni 4 ga ko'paytmasiga teng 16 cm kvadrat. Endi qarang, shu yerda biz demak qog'ozni teng 2 ga buklab chiqaryapmiz kvadratni. Sababi mana bu joy 4 bo'lgandan keyin, mana bu joydan mana bu joygacha 8 bo'lgandan keyin, xo'p, bu yerdan bu yergacha 4 bo'lgandan keyin bu yoq ham 4 bo'ladi. 4 ikkita demak kvadrat hosil bo'lyapti. Demak, to'g'ri to'rtburchak ikkita kvadratga ajralyapti. Hamda mana shu kvadratning yuzi mana bu to'g'ri to'rtburchakning yuzini yarmiga teng bo'lyapti. Mana bu to'g'ri to'rtburchagimizni demak ikkita bir xil kvadratlar hosil qilyapti. Xo'p, 32 dan 16 ni ayirsak 16 bo'ladi, to'g'rimi? 16 cm kvadrat. Demak, ularning orasidagi farq 16 cm kvadrat bo'ladi. Hamda 32 bu 16 ni 2 ga ko'paytmasi 16, bu 32 ni yarmi degani. Keyingi misolimiz esa 10-misolda. Demak, misolni yozaman. 234 qo'shamiz 187. Qo'shamiz 166. Oson usul bilan ishlashimizni aytgan. Xo'p, bizda demak 234 bilan 166 ni qo'shish osonroq. Mana 4 ga 6 ni qo'shsak 10, 0 ni yozamiz 1 dilda. 3 ga 6 ni qo'shsak 9 dildagi 1 bilan 10, 0 ni yozamiz yana 1 dilda. 2 ga 1 ni qo'shsak 3 dildagi 1 bilan 4 qo'shamiz. Mana bu 187 ni. 187, mana 400 ga 100 ni qo'shsak 500, mana bu 87 bilan 587 bo'ladi. Keyingi misolimiz 265 qo'shamiz 358 ayiramiz 158. Oson usuli bu 358 dan 158 ni ayirib 265 ni qo'shganimiz ma'qul. Hop, 358 minus 158 qo'shamiz 265. Hop, 58 dan 58 ni ayirsak 0 bo'ldi. 300 dan 100 ni ayirsak 200 qoldi. Hop, 200 ga 265 ni qo'shamiz. 200 ga mana bu 265 dagi 200 ni qo'shsak 200 ga 200 400, mana bu 65 bilan 465 bo'ladi. Hop, keyingisi 935 minus 135 qo'shamiz 422. Xo'p, 935 dan 135 ni ayirganimiz osonroq birinchi bo'lib. Hamda 422 ni ham ayirishimiz kerak. Sababi biz bu ikkalasini qo'shib bundan ayirishimiz kerak edi, lekin biz birinchi bo'lib buni ayirib, keyin buni ayirib ikkisini bir-biriga qo'shganimiz ma'qulroq. Hop, 135 bilan 935, 35lar 35 dan ayrilsa, demak 0, 900 dan 100 ni ayrilsa 800. 800 dan endi ayiramiz 422 ni. Xo'p, demak 800 dan 400 ni ayirsak 400 qoladi. Endi ana shu 400 ni 100 dan 22 ni ayirib olsak, 22 ni ayirsak, demak 78 bo'ladi. 78, demak 378 bo'lar ekan. Tushundingizmi hozir men nima qildim? 800 dan ayirdim 400 ni. Mana bu 422 ni 400 ni. 400 qoldi. Mana shu 400 ni 300 hamda 100 ga ajratib oldim. Mana shu 100 dan 22 ni ayirib oldim.
22 ni ayirish uchun oxiri 8 bilan tugaydi. Mana bu yerda 9 qoladi. 9 dan 2 ni ayirsak 7 deb xayol qildimda 78 dedim. Hamda mana shu 300 ga 78 ni qo'shib oldim. 378 hosil bo'ldi. Azizlarim, demak doska skrinshot qilib sizlarga tashlab beriladi va siz videoni pauzaga qo'yib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Men esa keyingi darsni vazifasini bajarishga o'taman. Xayr.